Uy olishingizda lokatsiya eng muhim bo'lsa, mana shu xonadonimiz siz uchun. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mirobod tumani Oybek metroning yonginasida 3 xonali, 3 xonani 4 xona qilishgan, yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan juda ham fayzli, chiroyli xonadonimiz sotuvda hurmatli obunachilar. Bu uyimizning kvadrati 75 kvadratdan iborat, narxi ham super. Kelinglar uy bilan tanishtirib chiqaman sizlarni. Demak, birinchi bo'lib kirosh qismimizdan boshlaymiz. Mana bu yoqda bizning kirosh qismimiz joylashgan. Kirganimizda bizda o'ng tarafimizda stroyni shkaflarimiz bor. Bu yoqda esa bizning hojatxonamiz joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Hojatxonamiz bu uyimizda ikkita. Bu yoqda esa ko'rishingiz mumkin, farzandlarimiz uchun ikkita kravatimizni joylab qo'yishgan va o'zini ko'cha tarafga qaragan oynalari ham bor. Bu yoqda bemalol dars qilib o'tirsalar ham bo'ladi va uyimiz remontlariga yaxshilab ahamiyat berasiz. Eng sifatli, chiroyli remont qilingan hozirgi kunning talabiga binoan. Xo'p, kelinglar, endi sizlarni zal qismimiz bilan tanishtirib o'taman. Zal qismimiz, bu yoqqa yumshoq mebellarimiz qo'yilgan, bu yoqda esa juda ham chiroyli bo'lgan jurnalli stullarimiz bor va dekorni qilib qaranglar, orqa taraflarini ham juda chiroyli remont qilishgan. Va bu zal qismimizning o'zida bu yoqda kattagina televizorli zonamiz bor. Orqalarini ham juda chiroyli qilib dekorli mahsulotlar bilan joylashtirishgan va suvenirlaringizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Oshxonaga kiraverishimizda mana shu yerda mana bemalol yopib foydalansangiz ham bo'ladi, ochib foydalansangiz ham bo'ladi. Ovqat qiladigan yopib qo'yib, oynani ochib qo'ysangiz hech qanaqa bu yoqqa kirmaydi. Bu yoqda esa bizni oshxona qismimiz, xolodilnigimiz mana bu tarafimizda joylashgan va bu yoqda o'tiradigan stol-stullarda choy ichib o'tirishlari uchun posudalargacha olib kelib qo'yilgan. Va texnikalarimiz mana mikrovolnovka deysizmi, duxovka, stiralka, moyka, xullas hamma narsamiz bor. Bu yoqda esa bizning gaz plitamiz joylashgan. Va vitichkalarimiz ham bor. Qaranglar, uyimiz juda ham chiroyli. Agar shu yerda uyimiz yoqadigan bo'lsa, bitta laykni bosib qo'yasiz. Bu xonadonimiz ikkilamchi xonadon bo'ladi, ya'ni rus tilida aytganda vtorichka. Bu yoqda esa bizni umumiy sanuzel qismimiz joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Va kelinglar, endi bu yoqdagi xonalarni bilan tanishtirib chiqaman. Bu yoqda esa bizning kattalar spalniyasi joylashgan. Kattalar spalniyamiz ham yorug', shinam, hamma sharoitlariga ega, shkaflari bor. Bu yoqda ham shkaflarimiz bor, televizorlarimiz bor, spalniyalarimiz. Bu uyda aytib o'tayapman-ku, hech kim yashamagan. Bu uy o'z egasini albatta kutmoqda. Buni egasi siz bo'lishingiz mumkin. Bu yoqda esa yana bitta xonamiz bor. Bolalar yotoqxonasi yoki bitta kattalarga ham bersak bo'ladi. Bu yoqda mana komodlardan unumli foydalansa bo'ladi. Kattagina bu yoqda rasmlarimiz, ya'ni kartinkalarimiz joylashgan. Xo'p, xonadonimizda hamma joyini ko'rsatib o'tdik. Endi narxiga keldi. Narxiga aytadigan bo'lsak, lokatsiyasiga juda ham mana shunaqa narx. Narxi 165 ming AQSh dollari so'ralyapti. Yana kesinglar, joyida, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Aytib o'tmanman, etajimiz 5-etajda joylashgan. Sizlar bilan Muhibulomad Rahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha sog' bo'linglar.